Kremi nejniy, воздушный, og'izda eriydigan mazali trayfl tayyorlaymiz. Eng muhim qoidalardan biri kremini mazali qilib tayyorlash. Kelaylik, hozir sizlarga zo'r krem o'rgataman. Pure Milk'ning 35% qaymoqdan foydalandim. Ustidan shunaqa sugushonli moloko, quyultirilgan sut, zaychik tanladim, chunki bu bolalikdagi ta'mni eslatadi, juda ham mazali. Ustidan solamiz, balans ko'rsatib yaxshilab aralashtirib olamiz. Trayfl uchun sal suyuqroq krem qilamiz. Men tayyor biskvitdan foydalandim, cho'pirda maydalab oldim. Shunaqa razviy idishlardan foydalanib, birinchi biskvitini solamiz. Ustidan propitka qildim sut yordamida va mazali kremimizdan quyamiz. Xohishga ko'ra banan, xohlagan mevalardan foydalansanglar bo'ladi. Men birinchi qavatiga banan solib chiqdim. Ustidan yana kroshkamizni solamiz va yana propitka qilib malinalarimizni taxlab olamiz. Ustiga shunaqa yana krem suramiz, xolodilnikka yuboramiz. Qotgandan keyin ganash tayyorlab oldim. Ozgina qaymoq bilan bitta plitkani aralashtirib eritib oldim. Ustidan shunaqa ganajimizni quyib, aylantirib, yana xolodilnikka yuboramiz. Trayflimiz tayyor. Bu juda ham nejniy trayfl, mehmonlarga ham qilsanglar juda ham yoqadi. Oila a'zolaringizga ham, yosh va qariga birdek yoqadi. Albatta tayyorlab ko'ring. Kremi juda ham mazali bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, saqlanib qilib do'koningizga yuborib qo'ying. Like bosib qo'ysangiz xursand bo'laman.